Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırımız. Bugün Çiğsağ 2019 yıl 9. ayının 11. günü haftıki çarşamba. Leksiyalarımızı davamlaştırımız. Endeki mavzumunda biz başladık. Aldığımızdaki haftanın 2. günü Amerika Devlet Meclisi'de Şangan doğrusu da guahlık ötküzülüdü dedik vatandaş. Endilikte buna dikkat kılın. Devlet Meclisi azaları mavzu. Devlet Meclisi azaları Şangan kişilik hukuk ve erkillik kanun layihesini Devlet Meclisi azaları nemişka yol kokuydu. Mavzulu haber 9. ayının 11. günü Amerika Avazı'nın Xitay Kılıp programı ilan kılındı haber. Bundak başlar. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ishki partiyaning nopozliq arboblari yaqindan beri orqa-orqadan Şangan kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasini tezlik bilan ilgari suradiganligini bildirishdi. Qonun loyihaning o'ttirib qo'yilishi Şangan ma'muriyat boshlig'i Lin Jin-ye'ning talash tartish bo'ladigan qonun loyihani qasddan o'ttirib qo'yib, yani cinayet kumandarlarını Cungo korolukı ötküzüp biriş doğrusudaki kanunla yani otturgu koyuşu bilen başlandı. Bu kanunla yaşangan mislisiz narazılık peyda kıldı. Azer çekindirildi. Lekin namayişçiler keng dairlik demokratik taleplerini otturup koydu. Şundakla Amerika Devlet Meclisi'nin azaları Şangan'da kanun layihə çekindirilgenden kim bu Şangan kanun layihəsinden vazgeçmedi. Təhlilçiler mundaq hesapladı. Şanganlı kişilik hukuk demokratiya kanun layihəsi Amerika Devlet Meclisi'de maqullanıdığan bolsa, hem Şangan demokratik erkini zor derecede qollaş bulundu. Hem Beijing'e intayin qattiq signal tarqatgan bo'ladi. Şangan kişilik hukuk ve demokratiya kanun layihasi qaysi mazmunlarni o'z ichiga oladi? Şangan kişilik hukuk ve demokratiya kanun layihasi bu yıl 6. ayda senatör Marco Rubio ve Avam Palatası'nın a'zosi Chris Smith tarafidan hem Kengash Palatası da hem Avam Palatası da o'ttirib qo'yilgan edi. Kanun layihə iki partiyanın köplügen a'zolarının imza qo'yishiga erishgan. Yezilayotgan bu kanun layihə 1992 yılı ma'qullangan. Amerika Şangan siyaset kanununu o'zgartirishni maqsad qildi. Amerika Şangan'da demokratiya ve kişilik hukuk kanun bilen başqurishni e'tirof qildi. Şangan halkının taleplerini qo'llab, Cungo hükümetinin berge va'dasini icra qilishiga haydakchilik qildi. Kanun layihəsi Şangan'a oliy avtonomiya berish hamda umumiy saylam ma'muriyat boshlig'ini umumiy saylam bilan saylash va qonun chiqarish komitetining a'zolarini ham umumiy saylam bilan saylash erkinlik huquqi berildi. Fakat Amerika Qo'shma Shtatlari ma'qullaydigan Şangan kanun loyihasi mana shu ekan. Biri Şangan'a oliy avtonomiya berish. Hem de buna çek çiğrası dairesi qayerden qayergacha onu Amerika sözlep oltamaydı. Demek oliy avtonomiya dedi bolduysa bu ne? Şangan bilan Cungo hükümeti sözleşi değil. Enendeki ahire saylam, umumiy saylam meselesi de erkin saylash huquqi, erkinlik huquqi berildi. Belki Amerika Qo'shma Shtatlari tuzadigan qonun loyihasida mushundaq talablar o'tirib qo'yildi. Birinchi uning mazmunlari mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Şangan o'zini o'zi boshqarib o'tamdi yo'q. Cungo quruqligida alohida muomaladan bahramand bo'lib o'tamdi yo'q. Her yili tekshirib, baholab davlat majlisiga doklad topshirdi. İkinci, Şangan nashriyat sövdügarlarini ve muhbirlarni kimler görevga aldı? Erkinlik ve kişilik hukukunu yolga koymakçı bolgan
kishilarni kimlar jungo qo'roqligiga elib berib, nazorat qilib, qistab so'roq qilib, hukm qilishga kimlar mas'ul bo'lsa, shularning Amerikadagi hisobot nomerini to'g'nitish va ularning Amerikaga kirishini cheklash. Ve bu to'g'rida prezidentning tizimlik turg'izishini talab qilish. Uchinchi, Shangang hukumati Amerikaning eksport boshqarish qoida nizomlarini va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining embargo qilish belgilamalarini to'liq ijro qildimi yo'q degan masala. Davomini anglaysiz vatandosh.